Qanday erkakka ishonsa bo'ladi? Eng avvaliga uni sizga bergan va'dalariga emas, sizga agar juda ham chiroyli va'dalarni berayotgan bo'lsa, ishonmang. Chunki u shunchaki va'daligicha qolishi mumkin. Unda nimaga ishonish kerak? Siz uchun qilayotgan ishlariga e'tibor bering. Siz uchun u nimalar qilmoqda? Qanday qilmoqda? Sizni xursand qilish uchun, sizni himoya qilish uchun, sizni yoningizda turish uchun nima qildi? Kerakli vaqtda sizda muammo sodir bo'lsa yoki paydo bo'lgan bo'lsa, yoningizga kelib, sizni muammongizni hal qilib, xavotir olma, men seni yoningdaman deya olsa, unga ishonsa bo'ladi. Sizga kerakli ehtiyojlaringizni menga bu kerak deganingizni tushunib, u sizga mana shu ehtiyojlaringizni qilishga harakat qilsa yoki qo'yningizni olishga harakat qilayotgan bo'lsa, demak bunga ishonsa bo'ladi. Keyingisi, hadeb sizni maqtavermay, balkim sizni borligingizcha, sizdan kamchilik topmasdan, qanday bo'lsa shundaligingizcha o'zgartirishga harakat qilmasdan qabul qilsa, mana shunday erkakka ishonishingiz kerak. Ya'ni ishonishi mumkin bo'lgan erkaklar sizni qanday bo'lsangiz shundaligingizcha qabul qiladi. Sizni eshitishdan zerikmaydi, bahona qilib qochmaydi. Sizga va'da bergan bo'lsa, albatta va'dasini ustidan turadi.